Yoshlar va bolalarga e'tibor, ularga g'amxo'rlik ko'rsatish yangi O'zbekiston siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri. Bundan 3 yil avval bevosita davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan ehtiyojmand oilalarning farzandlari, ijtimoiy himoya va davolanishga muhtoj bolalarni kompleks qo'llab-quvvatlash bo'yicha yangi tizim joriy etilgan edi. Oliy Majlis palatalari va Vazirlar Mahkamasi muassisligidagi bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi vasiylik kengashining 2025-yildagi ilk majlisi bo'lib o'tdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi Mehnat, Sog'liqni saqlash va ijtimoiy masalalar qo'mitasi deputatlari va bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi vasiylik kengashi a'zolari dastlab Respublika bolalar ruhiy asab kasalliklari shifoxonasida bo'lib, nogironligi bor bolajonlar holidan xabar oldi. E'tiborli jihati, bu yerda 30 o'ringa mo'ljallangan respublikada yagona bo'lgan autizm spektr buzilishlari bo'lgan bolalarni reabilitatsiya qilish bo'limi faoliyat yuritmoqda. Har yili statsionarda 4 mingga yaqin bemor davolanadi. Poliklinikada esa 20 mingdan ortiq bola maslahat oladi. Muloqotlar chog'ida xonada ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifatini yanada yaxshilash bo'yicha bir qator taklif va tavsiyalar berildi. Shundan so'ng turli adabiyotlar, o'quv qurollari jamlangan esdalik sovg'alari topshirildi. 3 yo'nalishda bizni turli xil loyihalarimiz bor. Tadbirimiz ijtimoiy yordam bo'yicha kelgan tadbirimiz hisoblanadi va bunda 250 ta bolalar, o'sha bolalar serebral paralichi bilan davolanib kelmoqda va shunisini aytib o'tmoqchimanki, bu yerda respublika bo'yicha shu bittagina autizm yo'nalishidagi bolalar ham davolanishadi va statsionar davoni xuddi shu yerda olishadi va biz bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan ushbu shifoxonaga moddiy texnika bazasiga yordam beramiz hamda bolalarga kerakli o'quv adabiyotlari hamda adabiy kitoblar olamini tashkil etishda hamda o'sha kerakli dori-darmonlar bo'yicha ham yordam berib kelmoqdamiz. Shu kunning o'zida bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi vasiylik kengashining 2025-yildagi ilk majlisi bo'lib o'tdi. Unda qayd etilganidek, keyingi yillarda mamlakatimizda ehtiyojmand oilalarning farzandlarini, og'ir kasallikka chalingan va nogironligi bo'lgan bolalarni davolash, ularning ta'lim olishi hamda kasb egallashlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan 2023-2024-yillar davomida bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondiga 10.357 ta murojaat kelib tushgan. Shundan kelib chiqib 7.639 nafar bolaga chuqurlashtirilgan tibbiy diagnostika tekshiruvlari o'tkazilgan. 1070 nafar bolada tibbiy aksiyalar davomida operatsiya amaliyotlari bajarilgan. 160 nafar bola xorij klinikalarida operatsiya qilinib sog'lomlashtirilgan. 1305 nafar bolaning ta'lim olishi uchun sharoit hozirlangan bo'lsa, 33 nafar bola kasb hunarga o'qitilib, o'zini o'zi band qilishi uchun zarur asbob uskunalar olib berildi. Mazkur jamoat fondini, demak, o'tgan davrdagi faoliyati xususida vasiylik kengashi hamda Oliy Majlis Qonunchilik palatasini Mehnat, Sog'liqni saqlash, ijtimoiy masalalar qo'mitasi bilan hamkorlikda o'tgan davrda fond tomonidan bolalarga berilgan moliyaviy qo'llab-quvvatlovlar, o'tkazilgan jarrohlik amaliyotlari to'g'risida fond vakillari tomonidan tushuntirishlar berildi, axborotlar berildi. 3 ta masalani o'rtaga surganmiz. Ya'ni birinchisi, bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondini 2024-yilda qilgan ishlari bo'yicha hisoboti. Ikkinchi masala, bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondiga kelib tushgan murojaatlar masalasi va uchinchi masala turli xil masalalar, ya'ni ijtimoiy, ta'lim yo'nalishida va tibbiyot yo'nalishidagi loyihalarimizni respublika bo'ylab ko'rib chiqdik. Bugungi tadbirda 3 ta masala qo'yilgan bo'lsa, uchalasini ham hozir muhokamasi bo'lib o'tdi. Juda ham qizg'in muhokama bo'lib o'tdi va bu deputatlar orasida, vasiylik kengashi a'zolari orasida muhokamalar o'tkazildi va juda ham yaxshi natijalarga erishdik deb o'ylayman. Majlisda jamoat fondiga joriy yil yanvar-fevral oyida kelib tushgan murojaatlar, kasallikka chalingan bolalar ro'yxati, zarur dori vositalari, boshqa vositalar va moddiy yordamlar yuzasidan chora-tadbirlar hamda uni moliyalashtirish manbalari muhokama qilinib, kengash a'zolari har bir taqdim etilgan masala yuzasidan o'z munosabatini bildirib, kechiktirib bo'lmaydigan moliyaviy yordamlarni o'z vaqtida amalga oshirish yuzasidan takliflar berdi.